Ya Allah demişti bu. Hele buludağın mektepken cuma mı bu? Ora çıraqlarını. Şu qarab turib, ma'rif qo'niq ichirib oldik ha? Men taqa olmishib kelsam, aqcham maktabdan darvoza qaran deb o'ylasam, kirishimga ma'lum bo'lib qopdimi? Uning ustiga taqa sinf mas'uli edinglar. Kirishimga inta vaqti ekan. Rahbarlik meni intamirish qo'llashdi. Men bugun saboqdoshlardan zoologiyadan intam olmishman. Ha? Mana. Bu zoologiya degan qaysidan bu? Mening xabarim bo'lmasa bu pandan. Kitobni taqa oqshom beribdi. O'zim bilgancha oddiy qilib bir savol chiqarib qo'ydim. Faqile, nima ish kelmayapti? Birinchi numar. Birinchi numar. Salam məlli. Oy. Qulanchi. Salam. Salam et bo'lsin. Kim? Sen birinchi numarmi? Ha, nayt yaxshi. Xo'sh. Men yanada almışıp geldim. İşkimle sonuç olaylı. Benim ismim Yoldaş Kasımcan ma'lum bo'ladi. Kim? Senin isminchi? Tanı. Mening ismim mi? Ubul Kasım, Rus Mehmet Taçkar. Bo'ldi. Kim bo'ldi? Ubul Kasımcan desiniz bo'ldi. Xo'sh. Degan men sizdan zoologiyadan intam olmayapman. Tayyorlik borda? Ba məlli, ba tayyorlik degan so'mkida. Voy, so'mkidami, qo'saqdimi? Qo'saqda. Ha, yaxshi. Unda biz aras savolni nayt oddiy chiqardim ekan, ha? Mana. Bu şu intamning qachonini bir tushuntirib qo'yaymi sana? Bo'ladi. Yaxshi. Birinchidan. İxtiyar qilgan bir tal savolni tatsafga. Tatimi? Ha. Ikkinchidan savolni mazmunini tushunib to'g'ri o'qiysan. Uchinchidan atrofliq, keng doiralik, yuz og'idek to'liq javob bersan. Hey! Men hozir ne keldim? Sizmi? Siz hozir 8 soat alış maktab keldingiz. Men hozir nerede to'xtadim? Bizden sınıf to'xtadingiz. Hey! Men hozir nechinchi keldim da o'timi? Shu birinchilik 4-chi sınıf keldingiz. Astagfirullah, mendan nima ekan mana? Hey, ikkan, hey, maqara. Men hozir sana savolni tushuntirib, nima deb to'xtadim? Nima deb to'xtadingiz? Bak mana. Mendek o'qigan nima ekan mana? Savolnalar. Dadam sizni bek maqtaydi ma'lum. Dadang emas, savut kamishchi maqtaydi bizni. Qo'rq maqtashga nima keldi hozir? Savolni o'qi. Süt. Emgichi. Ayvallaga nimalar kirdi? Nimalar kirdi? Imidaqalli kirdi. Imidaqalli? Ha, masalan deb baqaqini. Ot. To'g'ri. Qo'y. Yaxshi. Kala. Nayt yaxshi. Mana buni aytdim. Buvaq bola. Buvaq bola? Buvaq bola nima edi? Mening fikrim, anamni bek imidi go. İşkin sual. Qaşlıqçılar tipiga. Nima o qaşlıqçılar degan? G'ajiliqçılar. G'ajiliqçılar tipiga. Nimalar kirdi? Shit. Shit nima qajaydi? Bizning shit suyga qajaydi ma'lum. To'g'ri, yerichi. Mushuk. Ha, to'g'ri, u suyga qajaydi. Ha, yerichi. Eshak. Eshakmi suyga qajamda? Bizning eshak daraxt qajaydi ma'lum. Daraxt? Ha, to'g'ri. Eshak daraxt qajaydi. Yerichi. Bizning mat Gelayimxon. Hey. Gelayimxon daraxt qajamda? O davamlıymış. Kolum koşuldu acayip buydu o. Hey! Birinci numar. Bu ikisi başka gap qara. Ha. Sen almashtırıp koydun. Ha, sualning mazmunini tushunib, aldırmay o'ylab javob ber. Ha. Unda o'z dadam. Dadamı daraxt qajamda? Dadam go'shingiz davomliq. Chunki davom mavame qachon qaylan. Hey, almashtırıp koydun. Bu sualda g'ajliqchi hayvonlar nimalar kirdi o'tsa, dadam desang bo'lamdi. Dadam hayvonmi seninki? Unda o'z tuxumiki. Tuxa? Tuxa. Tuxa daraxt qajamaydi. Haqli tuxa. Jirim qajaydi edik-na. Menmi shundaymi-na? Menmi shundaymi-na?
Bu lekin to'g'ri dara qo'shmaydigan to'sa. Müəllim, Ha? tuq dara qaçmaydigan tuz, nemiş dara qaçay deydigan bana bir dapırına müəllim. Shu men shundaymi? Müəllim bir dapırına. Müəllim. Hey! İntanı ma'lumdir sağlamsan, ha? Qani, ha? Sen de baqa. Bu to'g'ri qaysi fikirdim? Xuraz çuquluqçı, mekan kakılıqçı. Xo'roz cho'qiligichi. Makiyan kakiligichi. Bu Dadam salam etdi müəllim. salomat olsun. Ha, bo'pti. Oxirgi. Mevelik Ha, daraxtlar sanang deydi. sana bika bo'lgandik. Alma, Yaxshi. urek, Nayt yaxshi. to'g'a, Texmi yaxshi. shapto, Xo'p, mana. qug'un. Hey, ukam, hey. Beg'ada qanda meni daraxtlar va ko'z oldiga keltirib oldirmay so'zlamamsa o'ylanib, ha? İnci, Enju, üzüm, uzum, to'g'a, to'g'ach, yanaq, yanaq. tavuk. Hey, u tavus qug'un o'xshash. Shoxti bo'lmaydi, pilakti bo'ldi birinchi nomer. Shura qulani, tuzda o'quvchidek, ha? Dadam salam etdi müəllim. Salomat olsun dada. Ukam, sen hamma darsda mushundami ya boshqa darsda bilamsan? Bilim müəllim. Ras bilasan? Ras bilime. Ras gapmi? He? Yaxshi. Ha, ras. Mushu men sendan umum pandim bir savol so'rab boqayman. Buludu. Rasmi? Ras. Xo'p. Unda asqiliqni men to'sana. He. Mushu, Tayyorlik bormi ya? ey, aqsaqalliqimma. Ha, qarab tur. Mushu Avstraliya osmida havo ba'zida bulutliq, ba'zida bulutsiz bo'ldi ekan. Buning sababi nima uchun dedi? Ey! Ben hozir sana nima dedim, ha? Sizmi? Ha. Siz hozir Siralkamning bolalarining ba'sini burutliq, ba'sini bulutsiz. Astagfirullah. Ey, unda demedim. Gap kelganda quloqni men davosam birinchi nomer. Nima? Dadam salam etdi müəllim. Voy, bolda salomat olsun. Bu shu Uyg'ur tili grammatikasi bilamsan? Bilime. Ras? Ras. Anlab tur. Eng addisi bor. Xabar degan nima? Xabar? Ha. Memleket xabarlaran xalqqa xabar deymiz müəllim. Xo'p, o'g'il, boladek javob berdi uka. Yaraysa, mana. Ha, yaxshi. Ammo sen qisqa qolib qolding. Buni keng doirali qilib, mandaq desak, to'liq javob bergan bo'lamiz. Qarab tur, ha? Soat 8 da boshlanadigan Shinjon xabari, mamlakat xabari, xalqaro xabarlar biz xabar deymiz. Desam bo'lmadimi? Dadam salam etdi müəllim. Salomat olsun dadam. Ha, yaxshi. Xo'p. Ukam, He. mushu hisob-pisobni bilamsan? Hisap. Ha? Müəllim hisapni pisapni qilmaydi ekan men. Ha, bo'pti. Men sendan hisobda savol so'rayman. Ha. Buni men sana misol bilan tushuntiraymi? Ha. Yaxshi, anglab tur, ha? Mushu sening uyingda 5 ta sho'xlava deylik ekan. Anang bozordan yana 7 ta lazak kirdi. Ha. Ikkisi qo'shsa jami necha yo'ldanmisi? Hamsa oldu. Ey, qanday qamsa bo'ldi? Astagfirullah. Mana efkam, men uni aralashtirib taksiga tizdimedim. Da qo'shsa necha bo'ldi davtime? Shura qo'langni ayvat deb nima ekan? Shuni bilmaydi. 12 bo'ldi, 12. Dadam salam etdi müəllim. Bo'ldi, salomat bo'lsin. Ey, manachi, Be. ikkisini qo'shsa necha bo'ldi? 11. Ey, qanday 11 bo'ldi? Ma birga babirni qo's, mana 11 müəllim. Allohu akbar. Ey, birinchi nomer. Men o'rnini ekkab qo'y, o'tkab demedim. Qo'shsa necha bo'ldi qo'shsa? Birga birini qo'shsa. 2-1 oldu. Ey, 2-1 olmaydi, 2 bo'ldi, 2. Ukam, mush hozir jamiyatimizda xanzoch yugurishni asos qilyotdi. Ha? Xanzochni bilamsan? Bilime. Rasmi? Ras. Yaxshi. Nayt yaxshi. Unda bo'lsa, bu shu baba deganni nima deydi? Baba. Ha? 8 deydi müəllim. Ey, qanday 8 deydi? Shuni bilmaydi. Ey, u degan jinim ana degan gap bo'ladi. Müəllim. Ana deganni mama deydi qanday? Nima deydi? Ey, mama degan ot bilan ot degan gap u. Davos meyli.
Kim? Mush qisqartirilma so'zdan bilamsan? Bilaman. Rasmi? Ras. Masalan, JKP deganni Jongo Kommunistik partiyasi deydi. Jungo kommunist. Ha? Agar JX bo'lsa nima deydi? Jixi. Jenim xenem degan. Ey, Jenim xanim emas, jamoat xavfsizligi degan gap bu. Ey, sen de kalla işlemdi ha. Man nima bu? Bigiz barmoq. Ey, man beshingniki. Shapka. Astagfir. Uni tagidagi cho'k kap. Choch. Astagfirullah, mendagi o'qigan nima ekan mana. Dadam salam etdi. Bo'ldi. Kim? Mush o'zing bir deb faqat. Mushu muallim taqdan savol solsa, bag'dan javob bergan o'quvchini biz nima deymiz, ha? Nima deymiz? Ha? Dört muallim. Dört muallim? Ha, Ey, kim dört muallim? Men dört muallim. Sen muallimmi, menmi? Siz dört muallim. Men dört muallimmi, ha? Dadam salam etdi. Bana ayoq, bana. Dadam salam etdi. Chiqar bana. Dadam salam etdi. Qataya. Numarim nechi muallim? Numarim dur. Dadam salam etdi. Ben de bana ayoq.